Assalomu alaykum hurmatli va izzatli bo'lgan insonlar. Mana bugun biz o'sha Chimyon bozorida mana tadbirkorlarda joylashgan joylarimiz syomkaga olib boramiz. Mana o'shalarga joy yo'q. Tashqarida hamma tirikchilikdan avvalo shularni ko'rsatishga ahd qildik biz. Bozor qildi, mana bozorning ichida sotaxon joyiga avtomashinalar hammasi istagancha olib turadi. Ulardan pul oladi, bulardan ham pul oladi. Bilmayman bularga kim javob beradi? Nima bo'lyapti? Bu hokimiyat tizimi qasimga qarayapti. Boshqa va hokazo tizimdan qasimga qarayapti. Mana O'zbekistonda kuzatayotganlar bo'lsa, mana men bugun hozir shuni shatta syomka olib boraman. Shuni hammalaring tomosha qilishlaringizni so'rayman. Bularning optimmi hammasi? Sizlarga bozor ichidan joy bermayapti. Mana bozor ichida bularga joy yo'q. Bular tashqariga bo'lishga majbur bo'lyapti. Vazirlikda ko'rib turganlar bo'lsa, mana Tepasi bormi? mana chetdan olib kelib sotishyapti. Chetdan olib kelish mana arzon. Shatkalaringiz nechta bo'lyapti? 20-25 mingdan. Qayerdan keldi? Qo'qondan. Mana Qo'qon, mana Qo'qon shu Optim bozori shu Chimyonda. Lekin bozorchilarga joy yo'q. Tashqarida bo'lishga majbur. Mana prezident siz ko'ryapsiz. Bu narsani hammasi bo'lmaydi. 20-25 mingdan shapkalardan. Bu ham Optimmi? Optim 20 ming so'mdan. Qattiqki bu. Toshkent bilan Qo'qonniki. Qayerdan olib keldingiz? Mana Marg'ilonliklar olib kelib o'tib qilyapti. Lekin yo'lni bo'yida. Bozorda ichida ham joy bor. Soxta tadbirkorlar uni bo'shatib berishga xohlamayapti. Bo'lmasa boshqasi aytib yo'qotamiz. Mana boshqasi. Mana hamma kiyim-kechaklar hammasi joy-joyida. Lekin odam gavjun. Bular nechta bo'lyapti? Men blogerman, men haqiqatni ochaman. Men sizdan pul olmayman. Men haqiqat mana o'tgan safar ham shunga yoritib berdim. Qo'llaying. Nechta pul bo'lyapti shu? Ularimiz 65 kami bor. Mana 65 ming kami bor deyapman. O'sha meni ko'rib turgan o'sha chetda boshqa mana O'zbekiston vazirligida ko'rib turganlar. Mana bozorning ichida joy bor, lekin soxta tadbirkorlar ularni qo'yishga yo'l bermayapti. Mana tashqarida bular ish qiladi, lekin talabga javob bermaydi qilinayotgan joylari. Mana prezident siz ko'ryapsiz. Nimaga bular rayon tuman hokimi o'sha va hokazo mana o'zi joy. Siz o'zingiz tanishing kimsiz? Qayerdansiz? Qo'rqmang, gapiring. Bu haqiqatga chiqadi bu. Qayerdansiz? Chimyondan mana kelib, bozor qilyapman. Joy yo'q deyapsiz, a? Mana tashqarida majbur bo'lyapsiz sotishga. Shakam chipta oladimi, olmaydimi sizlardan? Mana mashakam chipta olyapti. Ko'chaga uchun chipta olyapti mana. O'zingiz mana ko'ryapsiz. Bular bu narsani qilgandan keyin bu narsani qilyapti bular. Lekin bularga yordam beraqon boshqa va hokazo hech kim yo'q. Mana hozir hammasini syomka yoritib boramiz. Boborga onamiz china qizlar o'raydi. Mana hamma yo'q arzon. Mana bozor bo'laxon joyiga istagan qilib tashlashgan mana. Bozorchilar majbur ko'chaga chiqib ketishgan. Shu bozorning ichida avtoturargoh qilib tayyorlashib olgan. Uni sumundan daromad qilib, buni sumundan daromad qiladi. Nima? Hozir mana biz bozorning ichini ko'ramiz.
Taklif bo'yicha biratdan. Mana prezidentning ko'ryapsiz, bozorning ichiga kiravish joylarda mana o'sha turban bunaqa bozor bo'lgan joyda odamlar avtoturargoh joyi qilib qo'yibdi mana. Bozorchilar joyi, bozorchilar ko'chada qolyapti. Bunga javob beradigan hokim bor, boshqasi bor. Nimaga qarayapti? Sizlarga ham optimmi? Mana optim paypo oladi. Forma. Salomat bo'ling. Butlarda arzon, ichkari kirsiz 2 barobarga bo'lib ketgan hammasi. Mana bozorgacha, mana Chimyon savdo kompleksi yozilyapti bu yerda. Nihoyatda tadbirkor ko'payib ketgan. Bu sochinglaringiz nechi pul? Kilogami yo donalabmi? Bir mayli chini olib yotirman. Buni hali egasi ham kelmabdi. Mana ichkari bozorga qaraganda tashqarida odam ko'p bo'lyapti. Lekin bularga joy yo'q. Joy bermayapti. Zborni olyapti bular, lekin bularga joy bermayapti. Mana sizlarga ko'rsataman, stenkani ichida ko'p bular. Hammasi stenka. 25 mingdan tanlab olishga. Stenkani ichida bular. Lekin bularga joy yo'q. Bo'lyapti. Ashiyani yaxshilasiz. Opa sizlarga arzonimi yo qimmatimi bu? Buni qancha qilib berasiz? 80 qilib berasiz. Sotilyapti. Mana shu Kechki tamaki meni. O'shaqda bo'lishim mumkin. Ola qoling. nima bekinasiz? Nima qo'rqasiz? Ha, uni bu shoni. Har xil erkak. Mana optim narxda kolbasalar kelgan mana. Arzon nihoyatda. Mol go'sht olgandan Oldi bittani yeb ko'rib, beragi rasmga oling. O'zlari To'g'ri yig'ib berdi. nech pul bo'lyapti olmalaringiz? Alaykum assalom. 5 kilo 5 mingdan oladi. Bular qancha? 2 kilosi 15 ming. Bunisi Bu 5 mingdan keladi. behlarichi Mehlarimiz 8 ming, 13 ming. 13 ming 8 ming so'mga. Kanalda tadbirkorlar mana ko'ringlar, mana o'zlarini ham so'mga qilib ketaman bularni. Dehqon bozorida kiyim-kechak ham tushib olgan. Bu yerda yo kiyim-kechak bo'lsin, yo oziq-ovqat bo'lsin deymiz. Mana kiyim-kechak bozori u tomonda. Bu tomonga hamma o'tishib olgan. Kirish uchun qiyin bo'lyapti. Mana shu texnikalarni shu tomonda. Cheslogingiz qancha? Pishgan balladan ko'rsatib ko'ring. Hop. Mana atlar ham chiroy narsalar. Turlari bor. Hozir zakazlar ham olaveramiz. Chiqargan nomerlarimizgacha bor mana. Bemalol. Bular arzonmi yo qimmatroqmi? Bular endi Shveysariyaniki, Fransiyaniki, Dubayniki ham bor. O'rtalik. Hozir 150 mingdan beryapmiz. Telefon raqamingizni ayting-da. 97lik 97lik 629 629 1112. 1112. Mana nomerimizgacha bor.
Ko'rsatib qo'ying mana nomerlargacha bor. Bemalol. Bexijolat o'zimiz tayyorlaymiz buni. Nomerlarni ko'rsatyapmiz. Ko'rasizlar. Yo'q, sal uzoqroqdan aniq qiling, yaxshi ko'rinadi. Dengiz, Antonio Banderas, Zamzam turi ko'p. Ana bu mushkambarlarni ham bemalol ko'rsatavering, anaqalarining nomlarigacha. Kilosi qancha bo'lyapti? 15 ming bana. Mana kilosi 15 ming bo'lib ketdi bananlarga mana. 10 ming so'm bana unisi. Vijdon sразу yuborasiz. Kaftlar ham bor bozorda. Sразу yuborasiz. Pishloqlar shu yerda. Hammasi. Pishloqlardan ko'paytirishlar. Opam non qiladi, har xil nonlar shu yerda. Chiroylisi mana qora non ham shu yerda. Tomosha qilinglar, shunga oldinga qo'yib chiqinglar. Mana oziq-ovqat ichida kiyim kechadi. Mana shu rahat oziq. Albatta oziq-ovqat ichiga o'zi kiyim kechak bozori ham kirib qoldi. Dehqon bozori, dehqon bozorining ichida kiyim kechak, ishxona, boshqa narsa. Yeni ko'tarib, qo'ying. Yeni ko'tarib. Ko'katlar mana qish bo'lsa ham, sovuq bo'lsa ham ko'katlar bor qanday. Guruchlar, akamizga guruch sotadi. Rustamxon aka, yaxshimisiz? Qalaysiz? Ko'rsatyaptimi? Baring, alabes. Guruchlarimiz bor notda. Mana ziravorlar hamma shu yerda. Mana eng zo'r o'zida ovqati bu juvori bilan o'sha. Shunisi 5 mingdan bemalol. Yo'q, bemalol. Kiyim kechak ham shuncha pul olgan uchun mana kiyim kechak tomon. Qaysi kanalga? Shaytanov Rustam. Maqnavola. Qarang, 18 ming, ikkita ko'katdan 20 qilib qo'yamiz. Mana olib. Blogerlik qilyapsiz. Ko'tarilib ketdi. Tarixlab aka. Ananas siz pul bo'lyapti? 30 ming mana. Donasi. Opa nokiz nechi pul bo'pti? Qaysi kanalga chiqadi? Qaysi kanalga chiqadi?